Dushanbadan tayyor turing. Hozirgina e'lon qilindi. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Ushbu xabar boshqalarga ham yetib borishligi uchun video ostiga bir dona like bosib, bizga obuna bo'lib qo'ying. Diqqat qiling, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida 26-yanvarda yog'ingarchilik kutilmaydi. 27-28-yanvarda qor yog'ib, tuman tushadi. Kechasi 11-16 daraja, kunduzi 2-3 daraja sovuq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida 26-yanvarda yog'ingarchilik kutilmaydi. 27-28-yanvarda qor yog'ib, tuman tushadi. Kechasi 11-13 daraja, kunduzi 2-10 daraja sovuq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida 26-yanvarda yog'ingarchilik kutilmaydi. 27-28-yanvarda qor yog'ib, tuman tushadi. Kechasi 2-3 daraja sovuq, kunduzi 1-6 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida 26-yanvarda yog'ingarchilik kutilmaydi. 27-28-yanvarda qor yog'ib, tuman tushadi. Kechasi 3 daraja sovuq, kunduzi 5-10 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida 26-yanvarda yog'ingarchilik kutilmaydi. 27-28-yanvarda qor yog'ib, tuman tushadi. Kechasi 0-3 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja bo'ladi. Tog'li hududlarda qor yog'ib, tuman tushadi. Kechasi 5-10 daraja sovuq, kunduzi 2-5 daraja sovuq bo'ladi.